idish yuvish, ya'ni posudammoykadagi sovuq suv ulanadigan shlangdagi ushbu texnologiya haqida bilasizmi? Ushbu texnologiya faqat premium segmentdagi modellarda bo'ladi. Ushbu texnologiya orqali, ya'ni anti-flood deydi. Misol, o'zingizga yarasha funksiyaga qo'yib, idishlarni solib qo'yib qo'yganingizdan keyin boshqa ishlaringiz yoki ko'chaga chiqib boshqa ishlaringizni ham qilishingiz mumkin. Bu nimani vazifasini bajaradi? O'sha paytda mabodo utechka bo'lib suv ketib qolsa, avtomatik ravishda suvni podachani, ya'ni suv kirishni qisadi va ichkaridagi barcha suvlarni chiqarib yuboradi. Ya'ni uyingizni suv bosib ketmaydi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan Hyson brend tomonidan ishlab chiqarilgan posudammoyka, ya'ni idish yuvish mashinasini to'liq obzorini qilib beramiz. Modelimiz HV642D90 va razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlari eni 60 va bo'yi 82 va chuqurligi 56 bo'ladi va ushbu idish yuvish mashinamiz 14 komplektli bo'ladi va tok sarfi 3A+ va eng asosiysi yuvish va siqish sikli, ya'ni yuvish bilan siqish darajasi A darajada bo'ladi. Hech qanaqangi B, C emas, eng yuqori tiniqligida, eng yuqori sifatda yuvib beradi va ko'rishlaringiz mumkin ichki qismlarini ushbu modelimiz korzinkalari ikkitali, mana ko'rishlaringiz mumkin. Korzinkalari ikkita, yuqori va pastki korzinkalar. Pastga ko'proq o'sha katta qozon, shunga o'xshagan katta jom, shunga o'xshagan narsalar qo'yiladi va bu yerga bo'lsa, mana bu qoshiq, vilka, pichoq va shunga o'xshagan maxsus joylari ham bor va tepaga mana bunday ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu bu yerga bo'lsa tarelka va boshqa o'zingiz piyola, stakanga o'xshagan narsalar qo'yiladi va maxsus joylari ham bor va e'tibor bersangiz bo'ladi. Ushbu qurilma orqali bemalol siz ko'tarib, pastga tushirib yoki ko'tarib yoki yana qo'yib berishingiz mumkin. Nihoyatda oson ishlangan va qulay ishlangan va o'sha suv sepiladigan moslamalar ham ikkitali bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, pastda va yuqorida. Tashqi ko'rinish nimaga bunday deyishingiz mumkin. Albatta, ushbu posudammoykamiz o'rnatma posudammoykalar turkumiga kiradi va hozirgi kundagi mebel, kuxonniy mebellarimizga mana shunday posudammoykalarni ko'plab mijozlar sotib olishyapti. Nima sabab? Sababi bu mebelchi kirganingizdan so'ng umuman bilinmaydi, tashqariga ajralib qolmaydi va oldiga o'zingiz xohlagan rangda yoki o'sha mebelingizga qarab turib laminat, akril va shunga o'xshagan materiallarni qo'yib yuborsangiz bilinmasdan chiroyli bo'lib turadi, ya'ni bir xilda bo'lib turaveradi. Va endi yuvish rasxodlari keladigan bo'lsa, hammaga qiziq. Ushbu idish yuvish mashinamiz bor yo'g'i bitta sigir, ya'ni 14 komplekt yuvish uchun 11 litr suv ishlatadi va tok rasxodlari ham nihoyatda oz, ya'ni 1 kilovat emas, balki 0.83 kilovat rasxod qiladi. Va funksiyalarini men sizlarga hozir batafsil tushuntirib beraman. Funksiyalari ko'rishingiz mumkin. O'chirib yoqish funksiyasi va bu yerda anasi, ya'ni qo'shimcha bunda hygiene degan funksiyasi bor. Ya'ni bu nima degani? Bu o'zingiz yuvilayotgan, ichidagi yuvilayotgan idish tovoqlarni bakteriya va zamburug'lardan tozalab, ya'ni o'rnatilgan ultravioletli nur orqali tozalab beradi. Ya'ni bemalol qo'rqmasdan ishlatishingiz mumkin. Va eko rejimlari bor. Ko'rib turibsiz, 6 ta programmasi bor o'zi. Eko rejimlari bor va 1:53 va o'sha 3:10 minut yuvadigan eko rejimlari bor. Rasxodi nihoyatda oz va e'tibor beramiz, avtomatik yuvish programmasi bor. Avtomatik yuvishda siz qo'yilgan idish tovoqlarni, kastrulkalarni o'zi tanlab, suvlarni, rasxodni, chayqashni o'zi tanlab sizga 2 soat, uzog'i 1,5 soatdan 2,5 soatgacha yuvib beradi. Va 1 soat yuvish funksiyasi ham bor. O'rtacha kirlarni 65 gradus suv issiqligida sizga toza qilib yuvib beradi va eng asosiysi 15 daqiqada yuvish funksiyasi ham bor. Bu bisra stirkasi, ya'ni endi yengil idishlarni, misol yengil kirlangan idishlarni 15 daqiqada sizga yuvib beradi. Va keyingisi 70 gradusda bu qozon tovoqlar uchun oddiy programmamiz va keyingisi shishali, ya'ni stakan, kolba shunga o'xshagan idishlar uchun alohida funksiyalari ham bor va gigiyenaga qarshi, ya'ni gigiyenический tozalash va ya'ni men aytganimdek o'sha ichkaridagi bakteriya zamburug'larni tozalash uchun alohida funksiyalarga ham ega va o'zini timer funksiyalarigacha ega va asosiysi o'zini o'zi tozalash, ya'ni 3 sekundda tursiz o'zini o'zi tozalash funksiyasini yoqadi. Ya'ni ichkaridagi barcha nakiblarni tushirib yuboradi va start stop tugmalari ham mavjud. Ushbu posudammoykamizga Finish brend tomonidan ishlab chiqarilgan tabletkalarni qo'shib beramiz va garantiyasi keladigan bo'lsa,
ushbu postlomokamizni 1 yil ofitsialniy garantiyasi bor va narxi keladigan bo'lsa, siz mijozlarimiz uchun bor yo'g'i $365, ya'ni 4.400.000 so'm qilib belgiladik va kimga xuddi shunaqangi originalniy postlomokalar zarur bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Biz sizlarga chiroyli va arzon narxlarda yetkazib beramiz. Va kim xuddi shunday mahsulotlarni niyat qilgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar va obuna bo'lib qo'yinglar.